Assalomu alaykum. Mandarin oshxonasiga xush kelibsizlar. Beglar va begoyimlar. Bugun Mandarin oshxonasida iftorlikka mos pechoni tayyorlaymiz. Juda ham tez tayyor bo'ladigan kam xarjgina pechonini birgalikda tayyorlaymiz. Shirinligimizga 50 gram sливочное масло, 60 gram saxarniy pudra. Ikkalasini yaxshilab aralashtirib eritib olamiz. Bitta tuxum solamiz. 1 qoshiq razrıhlitsil, yarim choy qoshiqda tuz, 1 choy qoshiq kakao, 1 choy qoshiqda vanilin. Bularni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana bu massamizga endi 200 gram un elab olamiz. Va yaxshilab o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Mana azizlar, elastik uzilishi oson bo'lgan xamir bo'ladi. Buni xamirimizni endi 2 ga bo'lib olamiz. Uzun choq qilib yoyib chiqamiz qo'limizni. Mana shundoq qilib sekin-sekin ustini bosib chiqamiz. Tekizlab olamiz. Endi vilkamiz yordamida shakl berib olamiz. Mana endi bundoq pichoqimiz yordamida keraklicha qilib qirqib ketamiz. Shirinligimizga shakl berib oldik. Endi 180 gradusli qizib turgan duxovkamizga 20 minut 15 minutda pishadi. Bu juda ham tez pishadi. Qo'yib olamiz. Mana shirinligimiz pishib chiqdi. Endi yengilgina saxarniy pudra chachib olamiz. Mana azizlarim, pechonimiz tayyor bo'ldi. Juda ham ko'rinishi ajoyib, tezdagina pishadigan. Mana orqalari ham bir xildagina uqalangan xamir. Yengil xamir. Azizlarim, o'zingiz uchun, yaqinlaringiz uchun albatta tayyorlab tatib ko'ring. Yana chiroyli retseptlar bilan ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.